$120, $120, $150, $150, $180, $180, $200, $200, $240, $240. Ana shu mebellardan bittasini obunachilarimizdan bittasiga podarka qo'ymoqchimiz o'rtalar. Shartlari juda ham oddiy. Bu arzon kanaliga hamda men obuna bo'lgan 26 dona do'stimga obuna bo'lishlari kerak bo'ladi o'rtoqlar. Salkam 8 metrli mebelimizni bor yo'g'i 2.4 ming so'mdan desam ishonasizlarmi? Bu ham kamiga ko'ryapsizlar mana bu yoqlarida. Mo'ykalari qo'shib, bonusga qo'shib berilgan. Bu yoqda sushilkalar qo'shib berilgan. Bu yoqda qoshodonlar qo'shib berilgan o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli stilda ishlangan. Rossiyskiy lisensiyalar o'rnatilgan o'rtoqlar. Eshiklar chetlariga quyma plastmassa kronkalar o'rnatilgan. Ko'ryapsizlar. Qo'lni qisib qolmaydi, bemalol ishlatsa bo'ladi. Xullas 2.4 ming so'm ichida dastovka ustunovkalari ham ichida bo'lib ketilgan o'rtoqlar. Bu hozir Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga o'rnatilgan mebellarimiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga telefon qilib bemalol zakaz bersalar bo'ladi. Barchalarni Volidan mebellar uyida kutib qolamiz.